Jenni haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Jenni 1996-yil 10-yanvar kuni Janubiy Koreyaning Anyan shahrida tug'ilgan. 2005-yilda oilasi bilan Yangi Zelandiyaga ko'chib kelgan. Keyinchalik u 15 yoshida Janubiy Koreyaga ko'chib keladi. Jenni oilada yagona farzand. Gitara chalish uning sevimli mashg'uloti. Hayvonlarni juda yaxshi ko'radi. Sutli muzqaymoqni yaxshi ko'radi. Yoqtirgan rangi qora. U taomlarni juda yaxshi tayyorlaydi. Rasmga olish uning hobbisi. O'rgimchaklardan qo'rqadi. Uning otasi maktab menejeri bo'lgan. Jennining debyutidan oldin unga YG va Haibu kabi mashhur entertainmentlarning nazari tushgan. U YG Entertainmentga birinchi bo'lib qabul qilingan. Blackpinkning eng birinchi a'zosi hisoblanadi. U Blackpinkda 20 yoshida debyut qilgan. U Blackpink guruhida qisqa vaqt ichida katta natijalarga erishdi. Uning bo'yi 1.63 cm, vazni 50 kg. Blackpink guruhidan eng yaqin dugonasi Lisa. Jisuni mehribon a'zo sifatida yaxshi ko'radi. Chanel brendiga ambassadorlik qiladi. 2022-yil chiqqan The Idol nomli kinoda rol ijro etgan. U emotsiyalarini tezda o'zgartira oladi. K-pop tarixidagi sanoqli eng yaxshi reperlardan. Jennini eng zo'r model idol deb atashadi. Blackpinkdagi eng ko'p heytni ham Jenni olgan. 2018-yilda Solo nomli qo'shig'ini chiqardi. You and Me, Solo va Mantra qo'shiqlari uning solo qo'shiqlarining orasida eng mashhurlaridan hisoblanadi. Uning muxlislari Jensters deb ataladi. Jenni shimlardan ko'ra ko'ylak kiyishni ko'proq ma'qul ko'radi. Otasining xususiy klinikasi bor. Otasi haqida ma'lumotlarni qattiq sir saqlaydi. Jenni koreys, ingliz va yapon tillarini mukammal biladi. Yoshligida balerina bo'lishni orzu qilgan. Onasi esa qizining advokat yoki o'qituvchi bo'lishini xohlagan. U o'ziga kumir sifatida Rihannani ko'radi. Uning aytishicha, u erishmoqchi bo'lgan hamma jihatlar unda bor. U oldin koreys tilini o'rganishda juda qiynalgan. U hayotda juda uyalchang. 2012-yilning 12-aprelda YG'ning YouTube sahifasiga Who is that girl, ya'ni bu qiz kim degan video joylanadi. O'sha videoda Jenni o'zining rep qobiliyati orqali tomoshabinlarni hayron qoldiradi. Keyinchalik G-Dragon bilan qo'shiq yozib hamda klipga tushgan. Undan keyin u 3 yillik tanaffus oladi. 3 yillik tanaffusdan so'ng YG uni Blackpinkning birinchi a'zosi sifatida qabul qiladi. Uning eng yaxshi ko'rgan raqami 1. Uni Blinklar asosan Whistle va Bombaya qo'shiqlaridan tanigan. Bundan keyin u mega yulduz The Weeknd bilan bir kinoda suratga tushadi va bu kino orqali uni ko'plab odamlar tanishni boshlaydi. U ko'zoynak ishlab chiqaradigan brendning asoschisi hisoblanadi va yana o'zining mobil o'yinlariga ham ega. U hatto Porsche mashina ishlab chiqarish zavodi bilan ham hamkorlik qilgan va kompaniya maxsus Jenni uchun Porsche avtomobilini ishlab chiqaradi. U shaxsiy ko'zoynaklar kolleksiyasiga ega. U 2017-yildan beri hayvonlarni himoya qilish aksiyasida qatnashib keladi. Protect Our Family kompaniyasida ham ishtirok etgan. U maktab qurish uchun $75,000 xayriya qilgan. Samsung, Chanel, Calvin Klein kabi yirik va gigant kompaniyalar u bilan ishlashadi. Jenni bu kompaniyalarning aksiya foizini juda yuqori ushlab turadi. Instagramda 85 milliondan ortiq obunachisi bor. YG Entertainmentda u 6 yil davomida stajyor bo'lgan. Onasi uning eng yaqin maslahatdoshi. Uning ikkita Kai va Kuma nomli iti bor. U itlarini o'z farzandlaridek yaxshi ko'radi. U Blackpink guruhida birinchi bo'lib solo yakkaxon debyut qilgan. U kiygan har bir kiyim trendga aylanadi. Koreyada jurnallar muqofasida eng ko'p chiqadigan yulduz hisoblanadi. U makiyajsiz ham juda chiroyli ko'rinadi. U blok olishni yaxshi ko'radi va uning shaxsiy kamerasi bor. U sog'lig'i va parheziga juda qattiq qaraydi. Uning Porsche, Lamborghini, Cadillac kabi eng qimmat mashinalari bor. Uning Pigeon Blood nomli $4 million dan ortiq turadigan yoqut marjoni bor. U yoga bilan muntazam shug'ullanadi. Bo'sh vaqtida Netflix filmlarini ko'rishni yaxshi ko'radi. Pushti va qora ranglarni kombinatsiyasini yaxshi ko'radi. Uni ko'pincha inson Chanel deb atashadi. Moda haftaliklarida doim eng oldi qatorda turadi. Uning solo qo'shig'i dunyo bo'ylab milliarddan oshiq tinlangan va hit bo'lgan. U sahnada juda kuchli va mag'rur ko'rinadi. U pianino chalishni ham biladi. Ko'plab qo'shiqlar uchun matnlarni o'zi yozadi. U jahon miqyosida mashhur bo'lgan eng kam sonli K-pop yulduzlardan. U Blackpinkning asosiy reperi va vokalchisi. U o'zining shaxsiy Haute Atelier, ya'ni OA nomli agentligiga asos soladi. U oldin Yangi Zelandiyaning Wellington kollejida o'qigan. Uning eng sevimli hayvoni kapibara. U har qanday sahnaga chiqishidan oldin meditatsiya bilan shug'ullanadi. U dunyoning 500 ta top moda yetakchilarini ro'yxatiga kiritilgan kamsonli K-pop yulduzlaridan. Eng birinchi qimmatbaho xariti onasiga sovg'a qilgan sumkasi bo'lgan. Uxlashidan oldin doimo aromatli shamlar yoqib yotadi. U bolaligida yana styuardessa bo'lishni ham orzu qilgan. Uning hobbisi kamyob mebellarni auksionda sotib olish. U Yangi Zelandiyada bo'lgan paytida uni Jane deb tanishtirgan.
U qattiq stress holatida achchiq qalampir yeyishni yoqtiradi. Uning tanasida ko'rinmaydigan bir nechta hollar bor. U o'zi yoqtirmagan kiyimni milliard dollar bersa ham kiyishga rozi bo'lmaydi. U 2026-yilda o'zining shaxsiy galereyasini yashirincha ochishni niyat qilgan. Uning menejeri uning eng yaqin sirdoshi. Uning dabdabali villasi Seulning maxsus yopiq joyida joylashgan. Jenni K-pop tarixida birinchi bo'lib o'z brendining logotipini patentlagan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling va keyingi video kim haqida bo'lishini yozib qoldiring. Sizlar bilan Azik Uz K-pop kanalida bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha